Sizga yoqdimi? Mana ishlab topganlarim. Ikkalamiz birga bo'lsak bo'ldi menga. Sizga yoqdimi? Yoki yoqmadimi? Yo'qdi, yo'q. Birga bo'lsak hech kim kerak emas deyman. Da, kerak emas. Gaplashib o'tiraylik. Buncha telefonga kirib ketdingiz. Sendan boshqasi kerak emas deyapman, to'g'rimi? Har doim shunaqa bo'lishini xohlaysizmi? Xohlayman. Biz shunaqangi bir-birimizga mosmiz, a? Da, rosa o'zi. Har kun ko'rishaylik, jonim. Ha. Ertaga kelsangiz, sizni bundan ham zo'r syurprizlar kutadi. Lekin ertaga ishlarim juda ko'p-da. Sizni har doim ishingiz ko'p. Lekin agar biz birga yashaganimizda, sizni har kun shunaqa kutib olardim. Tak, stop. Biz bu temani gaplashganmiz. Men yana boshlasam, Sizga qiz emasman-ku men. bitta narsani tushuntirsang nima yoqmayapti. Vaqtida soqayni berayotgan bo'lsam, mazza qilib yashayotgan bo'lsak, Mazza qilib yashayapsan. Bergan pullaringiz o'rtoqlarim bilan Dubayga chiqib kelishga ham yetmasa. Siz haftada atigi bir martagina kelasiz. Odamlarga o'xshab unda ko'chaga aylanishga ham chiqmaymiz. Faqat manikida ko'rishamiz. boshlandi. Voy, menga qara. Chorshanba kuni Amirsoyga, ha? Katta xolang bilan chiqdingmi? Siz meni o'ylamaysiz. Kayfingizni qilsangiz bo'ldi. Men ham odamman-ku, men ham baxtli bo'lgim keladi. Nima? Sen baxtsizmisan? Uying bor, soqing bor. Nima kerak yana senga? Siz o'z menga uylanish niyatingiz bormi? Yoki men atigi bir ko'chadagi o'ynashingizmanmi faqat? Voy. Jonga tegding bu gaplaring bilan. Men ketdim. Kutingga tiqding hammasini. Jonim, meni kechiring. Men bilmasdan gapirib qo'ydim. Mana ishlab topganlarim. Kstati, anu xizmatkoringga boraversang bo'ladi. Odamni qo'lida ishlayapti. Uni ham soqqasi bor. Allo, jonim. Meni kechiring. Men ahmoq bo'lgan ekanman. Sizdan boshqasi kerak emas menga.